hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Marlashadi do'konimizda ro'zani birinchi kundayoq 11 mini traktorlarimiz yangilangan versiyalar narxini ancha pastga tushirib qo'ydik. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar buni olganingizga like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentar yozib olmasizlar sizlarga. Birinchi o'rinni tanishtirib o'tamiz ekan. Dinamlar ikkitadik. Asosan akada ko'rishib bitta dinam deyapti. Ikkinchidan qayerda deyishgan uchun akadan ikkinchidan mana bu yerda turadi akalar. Mana shu ikkinchi dinam. Bu ham remi orqali ishlaydi akalar. Va bunda ham balonda blokirovkasi bor. Mana shu blokirovkani yerga botib qolganda tushirsalar, ikki balon baravar qo'shiladi va yerda ichidan bemalol olib chiqib ketadi akalar. Keyin bunda balon razmeri bo'ladi. Balonlar 614 shiroga katta balonda joylashgan bo'ladi. Balonlar albatta razmer bo'ladi. Ikkala tomonidan mana bu tomonni ko'rsatamiz mana. Tomoni balon razmeri bo'ladi. Orqasida nishonni ko'tarib tushirgan gidravlikalari bor. Keyin akadan eslatib o'tamiz, ko'pchilik akalamizda frezani bu tomonga o'tib qolganda tushirish xususiyati bor ekan. Hozir buni qattiqroq qilib qo'yganmiz, ya'ni vibratsiya hisobiga bu tomonga o'tganda freza tushib ketib qolyapti. Ko'pchilik akalarimiz olganda shuni javobi mana shu qattiqroq qilib qo'ysak, ichida o'z logikasi bor. Qattiqroq qilib qo'ysak bu tomonga o'tib ketmaydi. Ya'ni bu tomonga o'tib ketgan hisobiga freza orqasiga freza tushadi, yerda o'z vazni bilan bosmaydi. Yengil bosib haydab ketaveradi. Masalan, yama tosh bosh kelganda o'sha ustidan o'tib ketadi. Bu tomonga pastga bosgan esa bu yamani ham bosib o'tib ketadi akalar. Bu motoblogimiz 25 million 500 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Keyingisi 192 360 yarasiga buriladigan bu Kentaur firmasiniki bo'ladi ekan. Ko'rishlaringki, o'ng tomonda bo'lsa, o'ng tomonga, chap tomonga, chapga tomonga burilish xususiyatiga ega ekan. Karofkalari ancha katta qilib ishlangan. Mana bu karofkasi bo'ladi. Mana bu yerda statorli. Bu ham stator, ham ruchnoy zavodit bo'ladi ekan. Ichida hozir benzinlari yo'q. O'zining akkumulyatorlari ham bor. Mana bu ko'rishlaringki 192 F motordan joylashgan. Vozdixlari, ko'rishamki, vozdixlar maslini katta vozdixdan qo'yilgan. Eng katta vozdix buniki. Buni narxi qancha ukam deydilar-chi, buni narxi akalar 8 million 200 ming so'm akalar. 8 million 200 ming so'mga qilib beramiz akalar. Oldingi qo'ygan narximiz ozgina ko'tarilgan. Oldingisi 190 edi, bu 192 akalar. Keyin eng asosiy narsa bu masla datchik. Masla datchik albatta bor. Masla datchik bo'lmasa akalar motorlarning kuyish ehtimoli katta bo'ladi. Ya'ni masla datchik motorda masla kamayib yoki eski qolgan bo'lsa, bu albatta motorni o'chirib qo'yadi. Motorga qachon yangi yoki ko'proq masla qo'ysangiz keyin yonadi akalar. Bizda hozirda tanishtirmoqchi bo'lgan mahsulotlarimiz shulardan edi. Buni baloni 612 shiroki katta balondan bo'ladi akalar. Bunda 5 qatorli frezalari bo'ladi. Ikkitada 5 qatorda 10 qator. Bunda esa 130 katta frezasidan bo'ladi akalar. Kimga xuddi shunday Zubr mini traktor yoki oddiy 192 mini traktorlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning do'konimiz Farg'onada, Marg'ilonda joylashgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin akalar, rahmat tomosha uchun.